aynan mana shu holatda grija deyiladi. Agar bizda o'sha yirtib chiqib ketmasdan faqat shishib chiqib qolsa-yu, fibroz halqa yirtilmasa, u protruziya, ya'ni grija oldi holati deyiladi. Endi cho'ra kasalligini davolash usullariga keladigan bo'lsak, bularni ajratib olishimiz kerak, ya'ni konservativ va operativ usullarga ajratib olishimiz kerak. Konservativ davolash qachon? Bu yengil darajada og'riqlar, radikulyar og'riqlar bilan beradigan bo'lsa va bemorning harakatini cheklab qo'ymasa, bunda konservativ davolash usuli olib boriladi. Albatta, grija o'lchamlariga qaraladi. Grija o'lchamlarini MRT xulosasiga qarab qo'yiladi. Agar bizda 9 mm dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, bemorda stabilniy harakat cheklab qo'yadigan bo'lsa, unda to'g'ridan-to'g'ri operativ davoga ko'rsatma hisoblanadi. Agar undan hajmi kichikroq bo'lib yoki mana bu nogironlik holatiga olib kelmagan bo'lsa, unda konservativ davolash usulida olib boriladi. Bu kasallikni oldini olishda qanday tavsiyalar berasiz? Endi bu kasallikni oldini olish uchun tavsiyalar, buning uchun boshida aytib o'tganimizdek, ya'ni og'ir yuk ko'tarish holatlarini qisman cheklash desak